Abdurrahman Yusuf Xitoydan onasi va ayoliga o'lim jazosi berishini talab qildi. Bugun 15 yanvar atdigan Istiqlol televiziyamiz unutilg'isiz bir kunga shahid bo'ldi. Muhojiratdagi minglagan ochiq kechirmishlarga ega Uyg'urlarimizdan biri har turli xatarni bir chetga qayirib qo'ygan holda jasurlik bilan Istiqlol ekranimizga chiqib, oilasiga kelgan musibatlarni anglatdi va dunyoga xitob qildi. Uning aytib berishicha, bu uning hayotidagi tunji qitimliq Xitoyga qarshi xitobi bo'lib, uningga buni qilishni majburlagan narsa Xitoyning oilasiga qilayotgan vahshiy zulmi bo'lgan. U Sharq Turkistonning Qashqar shahridan bo'lib, uzun yillik tijorat bilan tonilgan va ma'rifatparvar boylardan biri bo'lib, uzun yillar Qashqarning mevalarini O'rta Osiyo davlatlariga eksport qilishda birinchilikni qo'ldan bermay kelgan. 2015 yil Qashqarda 4 million yuan mablag' sarf qilib, futbol tarbiyalash bazasi qurgan. Shuningdek, Xitoyning diqqat qilish obyektiga aylangan Abdurrahman Yusuf 2017 yil 1-oyning 17 kuni vatandan ayrilishga majbur bo'lgan. Uning onasi Amina Mammat 30 yillik pishqadam o'qituvchi bo'lib, bu yil 68 yoshda. Ayoli Tunsagul Nurmuhammad 22 yoshlik oila ayoli bo'lib, 2 farzandi bor. U onasi va ayolining 3 oydan beri Xitoyning Sharq Turkistonda ochgan atalmish tarbiyalash o'rnida qamoqda turayotganligini aytdi va 2 farzandining nadiligi va oqibatining qanday bo'lganligini bilmaydiganligini bildirdi. U necha vaqtdan beri onasi va ayolini normal tarbiyalash markazida bo'lsa kerak deb o'ylab qolganligini, ammo oqshom egallagan ma'lumotlardan onasining va ayolining chidog'siz xo'rlikka uchrayotganligini, bu sababdan ekranga chiqishni qaror qilganligini bildirdi. U tarbiyalash o'rnidagi onasining kundalik hayotini anglab chidab turolmaganligini bildirib, mundaq dedi: "Onam turgan tarbiyalash o'rnida onamni tong sahar 5:30 da uyg'otadiganligi va soat 8 gacha qattiq o'rindiqda yerga qarab o'ltirg'izdiganligi, soat 8 da bir ho'rnan yoki quruq non berib nashta qildirgandan keyin soat 10 gacha osmonga qaratib o'ltirg'izdiganligi va shu tariqada tushlik tomoq va hojatga chiqqandan sirtqi butun vaqtlarda xuddi jinoyatchilarga o'xshash kech soat 10:30 gacha midirmay yerga qarab o'ltirg'izdiganligi. Yaqinda bir qitim yashangan bo'lganlikdan ularning diginni qilolmagan bo'lsa kerak, intizomga xiloflik qilding deb bir kun och qo'yganligini xabar topganligini bildirdi. Yana kelib, u egallagan ma'lumotda onasining ko'rayotgan bu kuni tarbiyalash o'rnidagi eng yaxshi sharoit ekanligi, bu sharoitlarning faqat uzun yil davlatga ishlagan kadrlarga xos ekanligi bo'lgan. Ammo ayoli boshqa bir normal xalq kirdigan tarbiyalash lagerida bo'lib, ularning ahvoli texmi nachar ekan. U ifoda bildirib, 30 yil Xitoy ma'arifida minglagan o'quvchi tarbiyalagan, oilasida hech qanday siyosiy masala chiqib baxmagan bir yashangan onaning ko'rgan kuni bu bo'lsa, normal xalq qanday kunni ko'ryotidi dedi. U egallagan ma'lumotda yana mushundaq sharoiti yaxshi deyilgan tarbiyalash lagerida har kuni 2-3 kishining o'likining chiqayotganligi bo'lgan. U ifodasida Xitoyning vahshiylikda Gitlerdan allaburun eshib ketganligini, chunki Gitler Yahudilardan lagerlarda o'ltirib tugatgan bo'lsa, Xitoy asta-asta va ig'ir xo'rlash bilan o'ltirayotganligini bildirdi. U so'zini davom qilib, "Shunlashqa men bu ekrandan Xitoy doiralariga shunda xitob qilaman. Onamni va ayolimni bunchalik xo'rlig'icha etib beringlar. O'qning haqqini mana men beraman. Ularning bu xo'rlikda yashaganidan o'lgini ular uchun ming rohat. Chunki men bir o'g'il bo'lish supatim bilan onamga, bir er bo'lish supatim bilan ayolimga hech bir ish qilib bera olmadim. Mening qo'limdan keldigani bu ekan. Hech bo'lmasa o'qning pulisini berish bilan ularni bu xo'rlikdan qutqizib qolay dedim." U so'zini davom qilib, yaqinda Anqaraga berib bu ahvolni Anqaradagi Xitoy bosh konsulxonasida aytadiganligini, shundaqla o'xshash da'voni Turkiya Cumhur raisi Rajab Tayyip Erdo'g'onga mo arz qildiganligini va Amerikadagi BDT tashkilotigacha bordiganligini bildirdi. U so'zining oxirida muhojiratdagi 10 minglagan o'xshash kechirmishlarga ega qarindoshlarga murojaat qilib, amdi sukut qilishning hech qanday foydasi yo'qligini, hammalarning o'zlari yashayotgan davlatlardagi axborotga Xitoyning ularning oilalariga qanday vahshiyliklarni qilayotganligini oshkorlash kerakligini, bu orqali Xitoyning haqiqiy abdi basharasini dalil isbot bilan dunyoga echib, Xitoyni qiyin ahvolda qo'yish kerakligini bildirdi. Suhbatning tafsilotini Istiqlol televiziyamizdan yaqinda ko'rib olasizlar. Xitoyning shirin tushini buzadigan mustaqillik da'vochilari ko'paymoqda.
12 yanvar xalqaro axborot to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoyning bir balvoq bir yo'l Ipak yo'li planidan iborat shirin tushiga ergishib, Xitoyning shirin tushidan uyg'otib qo'ydigan mustaqillik da'vochilari barg'ansiri kuchaymoqda. Xabarda Xitoyning bir davlatda ikki xil tuzum siyosati bilan tarixdan qilib qolgan Hong Kong masalasini hal qilib, xalqaroda ko'ranglash bilan birga xalqaroda bir balvoq bir yo'l Ipak yo'li savdo planini o'ttirg'a chiqarib, xalqaro jamiyatning diqqatini o'ziga tortib shirin tushga g'arq bo'lganligi. Shuningga ergishib, Xitoyning shirin tushini buzgan omillarning texmi ko'payib borganligi, aslida Sharq Turkiston mustaqillik kuchlari, Tayvan mustaqillik da'vosi, Tibet mustaqillik kuchlari Xitoydan ayrilib chiqishni talab qilib harakat qilib kelganligi. Biroq yaqindan beri Hong Kong mustaqillik tarafdorlari kuchayib, chet eldagi Xitoyga qarshi kuchlar bilan birlashib harakat qilayotganligi, Xitoyning shirin tushlari oxirlashadigan kunlar yaqinlab qolganligi bildirildi. Xitoy mahbuslarni tuqqanlar bilan ko'rishganda ona tilida aloqa qilishni chekladi. 13 yanvar Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, Markaziy Amerikaning Los Anjelesda ta'sis qilingan Xitoy va Amerika dialog fondi Xitoyning turmadagi mahbuslarni tuqqanlar bilan ko'rishganda Xitoycha aloqa qilishga majburlaganlik haqida bir parcha dokument e'lon qildi. Dokumentda tuqqanlar bilan ko'rishganda Xitoycha aloqa qilmagan mahbuslarni jazo sifatida 6 oy tuqqanlar bilan ko'rishtirmaganligi, hatto Xitoy tilini bilmagan mahbuslar Xitoyning yil kechirim qilish siyosatlaridan bahramand bo'lolmaydiganligi, mahbuslar o'zaro aloqa qilganda Xitoy tilidan boshqa tillar bilan aloqa qilishni cheklaganligi, Xitoy boshqa millatlarni Xitoy tili ishlatishga majburlab, boshqa millatlarning milliy engini suslashtirishga tirishayotganligi bildirilgan. Tunisda davomlashayotgan hukumatga qarshi namoyish ulg'aydi. 15 yanvar Qrim agentligi bergan xabarda bildirilishicha, Tunisdagi mal bahosining o'rlab ketishi sababidan hukumatga qarshi Tunisning Al-Qiram rayonida boshlangan namoyishlarda namoyish ulg'ayib, Tunis bexatarlik kuchlari bilan to'qinishga o'zgarganligi, namoyishchilar soqchilarga tosh va yog' botolkalarini otganligi, soqchilarmi namoyishchilarga yosh oqquzish bombalari bilan javob qaytarganligi, bir qism namoyishchilar avtomobillarning choqlarini ko'ydirib, yo'llarni to'sib olishga uringanligi, Tunisning Aljeriya chegarasiga yaqin Qasrina viloyatiga qarashli Firyana nahiyasidami 50 tak namoyishchi avtomobil choqlarini ko'ydirib, yo'llarni to'sib olishga uringan bo'lib, soqchilar bo'lsa tosh otgan namoyishchilarga yosh oqquzish bombalari otganligi xabar qilindi. Qatar shahzodasi Arab Birlashma Xalifaligida tutib qilindi. 15 yanvar Al Jazeera televiziya kanali bergan xabarda bildirilishicha, hokimiyat beshidagi Ali Sani oilasidan Shayx Abdullah bin Alining Arab Birlashma Xalifaligining poytaxti Abu Dabida tutib qilinganligi bildirildi. Buningga munosabatlik suratlik filmda Shayx Abdullah hozir Abu Dabida turyapman. Abu Dabining taxt varisining mehmoni edim, lekin to'sib qilindim. Qarshi taraf bu yerdan chiqib ketolmaydiganligimni uqtirdi degan. Bularga munosabatlik suratlik filmning qachon suratga elinganligi, shundaqla Shayx Abdullah bin Alining qachon tutib qilinganligi to'g'riliq aniq ma'lumot berilmagan.